Kim aytdi? Faqat oilani erkak kishi boqish kerak. Bo'lmagan gap. Men bitta video ko'rib qoldim yaqinda. Kecha shu Instagramda bitta bola gapiryapti. Kim aytdi? Oilani faqat erkak kishi boqish kerak, erkak kishi boshqarish kerak deb gapiryapti. Qaysi zamonga kelib qoldi o'rtoqlar? Erkak kishi boqish kerak. Oilani, ayolini, farzandlarini, ota-onasini qaraganda faqat erkak kishi boqish kerak. Erkak kishi boshqarish kerak. Bu din tarafdan ham, ko'cha tarafdan ham, boshqa tarafdan ham erkak kishini bo'yniga tushgan narsa. Ayol kishini bo'ynida nima bilasizmi? U sizni podдержка qilishi, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Sizga mehrini berib, sizga osh-ovqatingiz to'g'ri bo'lsa, kiyim-kechigingiz to'g'ri bo'lsa, to'g'ri, qiyin kunlari bo'ladi erkak kishini boshida har xil kun bo'ladi. Shu har xil kunlaringizda sizga turib bersa, turib berish degani oshnog'angiz sizga turib bersin. Ayolingiz qo'lidan kelgancha podдержка qilsin. Podдержка materialniy bo'lmaydi, moralniy bo'ladi. Sizda hammasi yaxshi bo'ladi, boshqa mehr oqibat. Lekin sizlar aytayotgan o'sha bolaning gapini yana davomi bor. Mana Yevropalarda ko'rsangiz, kafe, restoranlarda o'tirganda birga to'lashadi, chunki ularda xotini ham yaxshi topadi, chunki ular xotinini ishlatib qo'ygan. Bizda-chi? Bizda hech kim ishlatmaydi, yo ishlatilyapti. U ishlab topgan pul o'ziniki. Mayli qilsa bola chaqasiga qilsin. Lekin erkak kishini bo'ynidagi narsa. Men bu videoni qilishdan maqsad endi hammaning o'zining fikri, birovni yomonlash emas. Hozirgi o'zimizning yoshlar bizani o'zbekligimizni, bizani ajdodlarimiz kimligini, qolaversa bizani shu musulmonchilikka to'g'ri keladigan o'zini tutish maqsadida aytayapman. O'zgarmaylar o'rtoqlar, sog' bo'linglar.